Men oilali erkakni sehr jodu qilib o'zimga qaratib oldim. Boshida hammasi yaxshi edi. Hozir juda baxtsizman. U ham o'zgarib qolgan. Nima maslahat berasiz? Islomiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, sehrga borish, sehr jodu qilish eng katta gunoh amallardan biri. Va siz mana shu gunohni qildingiz, sun'iy munosabatlarni shakllantirdingiz va buni natijasida sizda tabiiy sevgi, tabiiy hurmat jarayonlari orangizda bo'lmaydi. Va bu yerda ichki aybdorlik, ishonchsizlik, qo'rquv kabi hissiyotlar sizni qalbingizni bezovta qiladi va u erkak sizni tashlab ketadi. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, bir baxtli ayolni yokida bir oilani shirin farzandlarini siz otadan judo qilishga harakat qilyapsiz. Ya'ni o'z baxtingizni boshqalarning baxtsizligi evaziga qurmoqchisiz va bu yo'lni oxiri juda ham falokatli bo'ladi. Maslahatim, tavba qiling, Allohdan kechirim so'rang, istig'forlarni ko'p ayting va o'zingiz uchun halol, pok, samimiy munosabatlar yo'lini tanlang. Bir oilani baxti qaroligi evaziga qurilgan baxt uzoq davom etmaydi.